Assalomu alaykum. Anglayotganinglar sabah ovozliq asarlari. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Hozir anglaydiganlar Xinjiang Xalq nashriyati 2003-yil 1-oyda birinchi qitim nashr qilgan tarixiy roman Anjambay, avtori Nurro'zi. 21-bob Sinoq davomi. 3. Maslahat pishdi. Sayip Beg bilan Yusufjon shtabda qoldi. Jamoliddin, Ayniddin, Anjambaylar bir qism tog' inqilobchilarini boshlab yo'lga chiqdi. Ular Ko'san daryosini bo'ylab kecha kunduzlab minib 1946-yil 2-oyning 13-kuni chorshanba tong saharda Xontirak jilg'isiga yetib keldi. U yerda to'xtab g'izolandi. Otlarini yaylatib beqib yurib, bu go'zal zaminning archa, qarg'ay, terak, sugatlar quyuq o'sgan, qishmi yoz to'xtamay so'psizlik suv eqib turadigan, ko'ngilni maftun qilgudek go'zal manzarasidan qong'ucha huzurlanishdi. Kishilar bilan mungdishib, egiz yerdagi tog' og'zida dushmanlarning 300 dak askari borligini bilib oldi. Ular shu oqshimila yo'lga chiqib, kechasi Ardolong jilg'isiga, ya'ni Ardolong jilg'isi Aqtu Naya Qiziltu yeziliq hukumat turishliq joyining g'arbidan 50 kilometr yiroqlikdagi bir jilg'ining nomi. Yetib kelishdi-da, dushman ahvolini chorlab bilish uchun darhol razvedkachilarni mangdirishdi. Ondan dushmanlar bilan elishadigan joylarning yer sharoitini bilib beqish uchun Qaribay, Jamoliddin, Anjambaylar 10 odamni boshlab berib, jilg'ilar atrofidagi tog' davallarni ko'zdan kechirdi. Jilg'ilardan o'tdi. Tog' davallarni araladi. Qatma-qat tog' davallar orasidagi bir-biriga xuddi o'michik to'ridek qator tutishib ketgan agri to'qay taram-taram jilg'ilardagi qavat-qavat qor muz qatlamlari ustida qor muz parchalarini so'rab, g'ildir-shildir eqiyotgan suv taramlari tizg'a chiqatdi. Bundaq muzliq jilg'ilarda otlar tiyilib ketib mangolmaydi. Yanlaridagi tog' davanlarmu tik ham egiz edi. Ular tanni titirtadigan g'urg'ur shamolliq qahridan sovuqqa chidab, tog' davan jilg'ilarni xili uzoq aylandi. Oxirida mushu tutash jilg'ilar orasidagi birla jilg'a ularni o'ziga jalb qilib oldi. Bu jilg'ining ichi quruq edi. Xili uzoqdan beri suv oqmaganlikdan to'pi o'rlab turadi. Ikki yenidagi qo'sh tog'larmu shamol yalab, xuddi kesib tashlagandek tiklishib ketgan edi. Bu tog'larning tutashgan ikki beshi xuddi keng ichilgan darvozaning ikki qanotidek udul tik turishadi. Oraliqmu aranla 40-50 qadamcha keladi. Dushmanlar ularni qo'g'lab kelsa, dal mana shu jilg'ining ichi bilan minishga to'g'ri keladi. Buningdan boshqa mang'udek yo'l yo'q edi. Navoda boshqa yo'l bilan aylanib minishga to'g'ri kelsa, yana to'g'ri bir kun mang'andila bu jilg'ining u tarafiga chiqili bo'ladi. Lekin dushmanlar hargiz undaq qilmaydi. Navoda shundaq qiladigan bo'lsa, u chaqda tog' o'g'rilari allaqachon qochib ketib, tutuq bermaydi. Dushmanlar buni nihoyatda obdan tushunadi. Shunga dushmanlar ularni qo'g'lashda faqat mushu quruq jilg'ining ichi bilan minishga majbur bo'ladi. Lekin shu hamon Anjambayning ko'ngliga guppida bir xiyol kirib olib, uni o'ylantirib qo'ydi. Dushmanlar uningdan bak qo'rqatdi. Uni o'zlarining asli vaslini qo'ritadigan Azroildek yomon ko'ratdi. Navoda ular uning mushu qo'shinda borligini bilib qoldiganlar bo'lsa, u chaqda dushmanlar uningdan qo'rqib, bu jilg'a ichiga kirishga petnolmay, orqasiga yenib qochib ketishi mumkin edi. Buni Anjambay xili baldurlar tushunib yetgan edi. Lekin bu ahvolni shu tapda og'izdan chiqarish to'limu beab edi. Ular qo'shinlar saqlab turgan joyga yenib kelishdi. Oradan ancha uzoq o'tmayla charlashqa chiqib ketgan razvedkachilarmo qaytib kelib, ularga ahvolni doklad qilishdi. Dushmanlar egiz yerda emas, Sugat degan yerda ekan. Sugatning 7-800 qadamdak bu tarafida qarovullarning turganligini ko'rdik. Ular maslahatlashib odamlarni 3 guruhga bo'ldi. Birinchi, ikkinchi guruhdagilar quruq jilg'ining yanlaridagi
tik tağlarga o'rinlashib, düşmanlarga ikki yondan tangla zarba berish. 3-guruhdagilarning odam soni oz, qo'rollari yengil bo'lish, ular bu düşmanlarni aldab, quruq jilg'a ichiga agashtirib kirib, agma yo'lning do'qsiga kelganda orqasiga yenib qo'g'lab kelgan düşmanlarga o't echish. Birinchi, ikkinchi guruhlarning biriga Jamoliddin, yana biriga Qoribek, uchinchi guruhga Anjambay mas'ul bo'lish. Aynidan umumyuzlik qo'mondonlik qilish qaror qilindi. Bu qarorga hammasi ma'qul bo'lishdi, lekin Anjambay burutini silagan holda jimmida o'ltirib qoldi. Qaraganda sizning ko'nglingizda yana boshqacha o'y xiyollaringiz bordek qiladi, dedi Aynidan uningga tikilib qarab. Qani, tartinmay o'tirib qo'yib baqing. Maslahatlashaylik. Marhamat. Meningcha men 3-guruhning harakatiga qatnashmasam, obdan bo'ldiga o'xshaydi, deb o'ylab qoldim, dedi Anjambay yana burutini silagan holda. Men 3-guruhning harakatiga qatnashsam, düşmanlarni aldashga foydasiz bo'ldigandek qiladi. Bu mening oldingi saptiki jangdan o'zimni qochirganim emas. Düşmanlar navoda mening shu sapda ekanligimni bilib qoldigan bo'lsa, u chaqda boshqalar аңтаң bo'lib shukkida o'ltirib qilishdi. Bir hazodan keyin Jamoliddin tuyuqsizlar qaqaqlab kulib ketib, uning do'lsiga shapalaqlab qo'ydi. Belli, to'g'ri o'ylabsiz, og'ina. Siz demisingizmi, men ko'nglingizdagini bilib oldim. Demisizmi, ahvol haqiqatan siz o'ylagandek ashundaq edi. Siz düşmanlarni qo'rqitib aloqzada qilib etdingiz. Navoda düşmanlar sizning mushu qo'shinda ekanligingizni bilib qoldigan bo'lsa, sizlarni qo'g'lab jilg'a ichiga kirgili unmasligi mumkin. U chaqda siz o'ylagandek bizning düşmanlarni tag'arga solab yo'qtish planimiz suvga chilishib yo'q chiqadi. Shundoq deyman. Ehtimol shundoq, nayt tizlar o'ylabsiz. Bo'ldi. Sizning o'rningizga men baray. Xijil bo'lmay ochiq oshkora holda degan bo'lsangiz, teg'im obdan bo'ladi. Jamoliddinning fikriga boshqalarmi qo'shildi. Shuning bilan billa Anjambayning bir to'p jangchilarni boshlab yo'shirinib turishini to'g'ri tepishdi. Birinchi, ikkinchi guruhdagilar otlarini tog'ning u tarafiga yo'shirib qo'yib kelibla ko'rsatilgan o'rinlarga o'rinlashdi. Jamoliddin 30 necha odamni boshlab düşmanlarni o'ziga agashtirish uchun egiz yer tarafga qarab mandi. Qara qishning sovuq shamli jangchilarning yuzini chiqib o'tadi. Lekin ular sovuqqa parvo qilmay salva tumoqlarini cho'kirib kiyib, bellarini ching bog'lab, otlarini larzon yo'rg'alatib mingiverdi. Ular shu holda mingib, egiz yerga oz qolganda, yiroqda chang to'zon ko'tarilib ketdi. Bir ozdan keyin bu tarafga qarab ot chaptirib kelayotgan nurg'unlagan dushman askarlari ko'rindi. Ularning qo'llaridagi qilichlari oftobda val-vul parqiraydi. Jamoliddinning odamlari dushman askarlarga qaratib bir nech pay o'q otdi-da, orqasiga yenib badar qochdi. Dushman askarlari ularning odamining ozligini ko'rib, to'xtamay o'q yog'dirib qo'g'lab kelaverdi. Ularmi orqasiga qaratib ancha-muncha o'q etib qo'yiblar qichiverdi. Qechib Jamoliddinning odamlari oxir quruq jilg'ining ichiga kirib qoldi, lekin to'xtamadi. Jilg'ining u beshiga qarab qechib ketaverdi. Düşmanlar to'xtamay qo'g'lab kelib, jilg'ining og'ziga yetib kelgandilar, ondan to'xtadi. Bir qismi jilg'ining og'zida qilib, qolganlari jilg'ining ichiga besib kirib, ularni yana qo'g'laverdi. Oldida qechib ketayotgan Jamoliddinning odamlari jilg'ining do'qsidagi agma yo'lga keliblar, orqasiga burildi-da, o'zlarini qo'g'lab kelayotgan düşman askarlarini o'qqa tutib, ularning oldini to'sib oldi. Ular bu tuyuqsiz zarbidan o'diqib ketib, gangrab qilishdi-da, u yon bu yonga qalayimqon o'q etib, olg'a ilgirlayolmay turib qilishdi. Bu ahvolni bayqab qolgan jilg'ining bu beshidagi düşman askarlarining bir qismi ularga yordam berish uchun otlarini chaptirib kelib, jilg'ining ichiga kirib ularga yetishib oldi-da, ularning oldini to'sib olgan Jamoliddinning odamlariga tashlandi. Dal shu chaqda taraflarga do'qmush bulung pishqoqlarga o'rinlashtirib qo'yilgan marganlar ularni pilimut, miltiqlar bilan xuddi qo'mach qo'rgandek varaqshitib uzildirmay o'qqa tutishga boshladi.
Granatlarning gumba-gumbang tartlash sadolari tog' davan jilg'alarni zilzilaga keltiribdi. Bu chaqda jilg'ining bu beshida saqlab turgan yana bir qism dushman askarlarimi qilichlarini yalang'ochlab hayva bilan bostirib kelishga boshladi. Dal mushuni ko'zlab yo'shirinib turishgan Anjambayning odamlari darhol otlarga minib tayyorlanishdi-da, uning olg'a degan buyrug'i bilan tangla vurra yangratib dushmanlar ustiga tashlandi. Bu qilichvozlik urushi texmu dahshatlik bo'ldi. Gach-guch, jangjung, vaq-vuq, tarang-turung sadolar bilan injiqlash, ingrash, varvur tovlash, asrash ovozlari jilg'ini qopladi. Anjambay o'ng qo'lida qilich, so'l qo'lida tapancha tutgan holda dushmanlar bilan tamtirmay, ho'doqmay ilishdi. Yaqindagilarni qilich bilan chopdi, yiroqdagilarni tapancha bilan otdi. U yana shunda qaysarlik bilan ilishayotganda, uning ko'zi tuyuqsiz ikki askar bilan qilichvozlik qilayotgan Jamoliddinga tushib qoldi. Jamoliddin ikki askar bilan jon tikib tutishayotganda, orqasidan yana ikki askar uningga qilichlarini tanglab kelib qoldi. Anjambay tapancha bilan u ikkisini etibla otdan mollaq ottiribdi. Shu arada tuyuqsiz Qaribagdan ansirab qoldi. Uni izlab uyan-buyan qaragan edi. Uning bir chetda 4 askarning qo'rshavida qolganligini ko'rdi. Dal shu chaqda uning orqasidan dushman ofitserlarining formasini kiygan simiz, gavdalik biri uningga qilich tanglab etilib kelib qoldi. Uninggacha Anjambay etilib beribla ofitserning beqiniga qilich tiqavatdi. Andin Qaribagni qo'rshib olgan iliqi 4 askarni orqa-orqadan yer ishlatdi. Qilichvozlik mana mushundaq toza qizivatganda uyan-buyan qochgan dushman askarlari tog' ustida turganlarning o'qqa tutishiga uchraverdi. Kun o'ltirishga oz qolgan edi. Dushman askarlarimi asta-asta shalonglashishga boshladi. Ular bardashlik berolmay, o'zlarini uyan urib, patparaq bo'lib ketishdi. Oxirida aranla 60-70 dak dushman askari qochib, jinini yoqiga ilishga aran ulgurdi. Bugungi jang g'albilik oyoqlashdi. Aksi atiganda bu qatimqi bu quruq jilg'a so'qishida qazo qilgan 19 qahramonning nomi tushirildi. Jasti tog' bag'ridagi ko'p-ko'p qarag'ay zarliq orasiga dafn qilindi. Qo'zg'olonchilarning boshliqlari hozirgi ahvolni tahlil qilib, mundaq qarashga keldi. Bu qatim dushmanlar yana bir qatim qaqshatqich zarba yedi. Texmo cho'chib qattiq g'azab keldi. Yana bir qatim mushundaq qattiq zarba yesa, ular g'azabiga chidamay o'ch elish uchun cho'qib zo'r qo'shin bilan bizga hujum qiladi. Shunga darhol yana bir qatim zarba berib, ularni o'sidan chiqarish lozim. To'mirni qiziqida so'qish kerak. Mushu faraz bo'yicha ular maslahatlashib, Anjambayni 30 odam bilan Yangsarga mangdirishni qaror qilishdi. Ular shu oqshimla yo'lga chiqishdi. Shapsiz minib Qizil tog'dan o'tdi. Yo'lda biror shapa sizilmadi. Sugatga oz qolganda ularning oldida charlashqa chiqib ketgan razvedkachilardan biri yenib kelib, Sugatdagi dushman askarlarining hammasi Yangsarga qochib ketibdi, deb doklad qildi. Undaq bo'lsa, dedi Anjambay uningga buyruq qilib, sizlar darhol Yangsarga berib, dushmanlarning joylashgan o'rinni aniqlanglar. Ular yarim kechidan o'tganda Yangsar bozorga yaqinla yerdagi Qora do'nga yetib keldi. U yerda to'xtab atrofni kuzatdi. Shu arada heliqi oldin charlashga chiqib ketgan razvedkachilar qo'li bog'langan, og'ziga lati tiqilgan vejikkina bir askarni oldiga silib elib kelib, "U eng chetda qarovulda turayotgan ekan, tutib oldik", dedi. Anjambay to'nglik qilmay asarni seliqlik bilan so'roq qildi. "Ismi nima? To'xti yo'rg'a. Nemishqisini yo'rg'a deydi. Boshqalarning 2 kunlik yo'lini men bir kunida besib bo'laman. Otlar herib qolsa-mo, men herib qolmayman. Tang yo'lga chiqsam, men otliqlardan baldur berib bo'laman. Shunga ular meni yo'rg'a deb atishidi. Yurtdan qayar? Qag'iliq. Qachon askar bo'lgan? Askarlikka tutilib qolg'ali 3 yil bo'ldi." Bu askar sal kekashlab so'zlaydi. Anjambay bu tonish ovozni qachondir bir chaqlarda anglagandek, uning bilan so'zlashgandek his qildi-yu, lekin eslay olmadi.
Tün qarang'usida uning chiroy shakli, rangi ro'yinimi tuzib farq etolmadi. Shu topda uning bu ishlarni eslab o'ltirishga vaqti yo'q edi. U aldiraytdi. "Sen meni tanimsan? Ovozlardan tanib qoldim. Sen mening ovozimni qachon anglagan? Seni meni so'roq qilganda anglagan. Qachon so'roq qilgan? Yuy Tuanjanni Anjanboy o'ltirib o'tgan kuni, shu kunimi bugünkidek mushunda tong saharning go'gum vaqti edi. Meni kunduzi ko'rsang taniy olamsan. Gap qilsa ovozlardan taniy olayman. Yana burutlardan azroq." Anjanboy shu chaqda panqush bilingan bu askarning bundaq chechanligini o'ylamagan edi. "Yo'qpirim", dedi Anjanboy ichida. "Shu bir qatimliq birdamlik so'roqdagi ovozimni esida saqlabdi. Qaltis zirikkan emasmi bu? Sen Anjanboyni tanimsan? Yo'q, o'zini ko'rmagan, nomini anglagan. Nima deb angladim? Uni ko'rgan odamni surbas edikan, shu hamon o'ladigan deb anglagan. Yolg'on debdi. Yo'q, yolg'on emas. Bizning hiliqi Yuy Tuanjanmo uni Durbunda ko'ribdikan. Bir pay g'oyib o'qtigib shu hamon o'libdi. Hozirgi boshliqlarimizmo uningdan bek qo'rqidi. Hatto uning nomini anglab qolsa-mo, ko'zlari chakchiyib, yuzlari tatirib ketadi. Og'zi kamardak ichilib qilib, yeyotgan tamoqi gilidan o'tmaydi. Hozirgi boshliqing kim? Tangdashsiz qahramon Jan Tuanjan degan xo'riki ustun, po'cha odam. Tog' o'g'rilarining naslini qurtaman, Anjanboyni tirik tutaman deb maytisiga mushlab yurdi. U hozir qayerda? U bir hafta ilgari Yangi shaharga ketgan edi. Oqshom yana mingdak askarni boshlab kelibdi. Quruqchiligidagi fojia uni saran qilib o'tibdi. Odam yeydigan yalmavuzdak tishlarini g'uchurlatib, yerni tepib, varqirab, jarqirab, olamni ma'lum qilib yurdi. U Sepilning kun bitish tarafidagi ishxonasida turdi. Yotqim shu, ishxonasining ustiga bayroq qadoqliq. U yerda qanchalik askar bor edi? 500 dak. Men Anjanboy bo'laman. Mang tiz ketgin. Sepildan yiroqroq turg'in. Biz ketgandan keyin Anjanboy kelibdi. Men uni o'z ko'zim bilan ko'rdim deb jiningning barcha tovlig'in. Sili Anjanboy? Voy xudoyim, yo'q, hergiz ko'rdim demayman, tovlamayman. Gapimni angla. Mening deganim bo'yicha qil. Xo'sh, xo'jam, shunda qilay. U askar ketdi. Anjanboy marganlariga u ko'rsatgan tangdashsiz qahramonning ishxonasi tarafni o'qqa tutishni buyurdi. 4 minomyotdan tangla etilgan o'q Sepil ichida gumba guldirlab, portlab Yangisarni zilzilaga keltiribdi. Tang saharning jimjitligi buzilib, kishilarni cho'chitibdi. Sepil ichida to'pchang, istak, allaqachon ko'tarildi. O'qlar to'xtamay etilaverdi. Ular shu holda Sepil ichini birdan o'qqa tutdi. Uninggacha tang yurishga boshladi. Ular o'qqa tutishni to'xtatib, darhol orqasiga yandi. Ular shu oqshimida tangdashsiz qahramonning nurg'un askarlarini boshlab Sugatga yetib kelganligidan xabar tepishdi. Bu uning bu qitim baldurqadak unda parcha-purat urushlarni qilmay, o'zi bosh bo'lib belini ching bog'lab maydonga tushib, zo'r qo'shin bilan tog' inqilobchilarini taltukis yo'qotish uchun keng ko'lamda hujumga o'tganligining bishorati edi. Tog' inqilobchilari uning dal mushundaq qilishini kutib Ularning g'arizi uni mana mushundaq burundan so'rab maydonga tushirish, andin toza kelishtirib adablab uning hayvasini sundirish edi. Ular mana endi o'zlarining taqozolik bilan kutgan ashu maqsadiga yetadigan paytning yaqinlashib kelayotganligini his qilishdi-da, darhol jang hozirligiga atlandi. Guruhlarga bo'linib, boshliqlari tayinlandi. Ular bir-birini qo'g'dashqimi, hujum qilishqimi, vaqti kelganda chekinishqimi bo'ladigan aplik tog' davan jilg'ilarga o'rinlashdi. Anjanboy oldingi sapda qarovullikda turish uchun tanlangan 30 marganni boshlab kechilab yo'lga chiqdi. Tang saharga yaqin tog' og'zidagi atrofi qo'yuq sugatlik, yolg'iz yigana uylik bir charochining uyiga tushdi. 3 qo'yni naq pulga setib olib so'ydi. Sho'rpa pishdi. Ular sho'rpini amdala qachilarga usish uchun tamshilayotganda, yaroqdan bir razotkichi ot chaptirib kelib doklad qilib qoldi.
Nurg'unlagan dushman askarlari top zambirak ig'ir pulemyotlarni atlarga so'rtib bu tarafga qarab kelyotdi. U askarlarning soni qanchalik chiqar? Bilaldingmi? Mening fahmimcha biror mingdan kam emas. Bu chaqda tong suzilib kun chiqish taraf so'z qizirishga boshlagan edi. Deganda dal shu chaqda Qiziltog' tarafdan to'pchang to'zon ko'tarilib, bu tarafga qarab kelayotgan oldidagi otliq askarning qarsi xira-xira ko'rinishga boshladi. Anjambay marganlarga "Tayyorlanglar!" deb buyruq berdida, o'zi shoxlari qo'yiq o'sgan bir tub sugatga yamishib chiqib, durbin bilan dushmanlar kelayotgan tarafni kuzatishga boshladi. Marganlar minomyotlarni o'gizlarga o'rinlashtirdi. Taqsilik pulemyotlarni otlarning ustiga apchillik bilan tingib, etishga tayyorlanib turishdi. Anjambay xuddi qora bo'rondek dahshat bilan bostirib kelayotgan dushmanlarni durbin bilan kuzatib, askarlarning qop o'ttirisida qora ot mingan, so'latlik alayda formalik kiyim kiygan bir odamga ko'zi tushib qoldi. Uning yonida bir otliq bayroqchimi bor edi. Shu deb o'yladi Anjambay ichida. Hiliqi o'zini tangdaysiz qahramon deb atib olgan ablaqning dal o'zi shu. Shu arada dushmanlar yaqinlab kelib, tog'ning bu tarafiga o'tib to'xtadi. Amdi ularni ochiq ko'rishga bo'ladi. Araliqmi yaqinlab 300 qadamdek qolgan edi. Degandek, dushmanlar bak ko'p edi. Bosh oxirini bilib bo'lmaydi. Anjambay yenidagi Seyit Ahmadni sharatlab, unimi yana bir tub sukatga chiqishga buyurdi. Andin "Sen bayroqchin ot, men boshliqni ujuqtiray, 2 mil tangla o'q chiqirayli" dedi-da, 5 atar miltiq bilan eliqib boshliqni qarg'a oldi. Tangdaysiz qahramonmi durbundan bu tarafni kuzatdi. U sugatlik orasidagi odamlarni payqab qoldi bo'lg'ay, bir nimlarni deb qilichini egiz ko'tardi. Amdala qizirib chiqqan quyosh nurida uning qo'lidagi qilich vol-vol parqirab ketdi. Uning olg'a deb tovlishi bilan Anjambay bilan Seyit Ahmad ikkisining qurollarining tepkilarini besishi tangla kelib qoldida, gum-gum etilgan 2 pay o'qning ovozi bilan tangdaysiz qahramon bilan bayroqchi ikkisi otlardan orqa-orqadan yiqilib tushdi. Shu hamon marganlarmi dushmanlarni minomyot, pulemyot, avtomat, miltiqlar bilan o'qqa tutishga boshladi. Minomyot o'qlari dushmanlarning o'ttirsida dahshatlik portlab, chang to'zon alla cho'qan ko'tarildi. Birdamdala dushman top zambiraklarining bir nechasini kardan chiqaribdi. Pulemyot, avtomatlarmi to'xtamay tatatlab sayrab, dushmanlarni qirib gangirtibdi. O'duqib ketgan dushmanlar aloqzada bo'lib, gangirashgan holda qalaymaqan o'q chiqarishga boshladi. Lekin ular olg'a ilgarilay olmadi. Marganlarning atgan o'qlari ularning oldini to'sib qo'ydi. Ular shu holda bir hazog'icha yetishdi. Dushmanlar o'qqa tutilaverdi. Oxir aloqzada bo'lib patparaq bo'lishgan holda o'liklarni dastlab chaylab, bir-birini ittirishib orqasiga yenib, tog' tarafga qarab qochishga boshladi. Shu hamon Anjambay buyruq qildi. "Olg'a!" Marganlar otlanib dushmanlarni to'xtamay o'qqa tutib, qo'g'lashga boshladi. Bu qatim otliq pulemyotchi marganlar o'z karomatini qaltis ko'rsatdi. Ot ustiga o'rnatilgan pulemyotlarni apchillik bilan ishlatib, o'qlarini zoya qilmay dushmanlarni qiriverdi. Dushmanlar qochib, tog'ning u tarafiga o'tib ketib, ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Shundala ular qo'g'lashni to'xtatdi. Hiliqi tangdashsiz qahramonning jasadi hech yerda ko'rinmadi. Askarlar uning jasadini ilib qochishgan edi. Keyin anglagan xabarlarga qaraganda, o'q uning 2 qishining qop o'ttirsidilla teshib o'tib ketganligi ma'lum bo'ldi. Anjambay bu qitim to'limu xushal edi. Chunki o'zlaridan birarmu odam chiqim bo'lmagan. Faqat 2 otlar o'lib ketgan edi. Ular hiliqi tayyor sho'rpada qo'rsaqlarini to'yg'izishib qaytib ketishdi. Boshliqlar xushal holda chaqchaq qilib ularni qarshi oldi. "Ey Anjambay, sizni-za dushmanlarni bizgimi ozroq qoldirmay, hammasini qo'litsiz emasmi? Siz hamisha oldingi safda ot o'ynatib yurib dushmanlarni yo'qtisiz. Bizda orqa safda mushundaq omad qachilangan xo'jundak ingikimizni yulab o'ltiramiz"
Ha ha ha. 21-bob tugidi.